Assalomu alaykum azizlar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Uylanganimga 4 yil bo'ldi. O'zim tanlagan, yaxshi ko'rgan qizga uylandim. To'g'risi, to'ydan oldin bo'lajak xotinimning ko'nglini olish uchun rossam jon kuydirishimga to'g'ri kelgan. Sovg'a salomlar u, ko'chani boshida uni yo'lini poylashlar u, xullas rosa ham xobimni chiqargandi. Endi u tufayli uni orqasidan yuradigan bolalar bilan mushtlashlarni-ku aytmasam ham bo'laveradi. Xotinim oilasida 3 farzand bo'lishib, u eng kattasi. Undan keyin 3-sinfga boradigan ukasi va 6 yoshli bir singlisi bor. Baxtga qarshi dadasi boshqa oilasi bilan turadi. Bilishimcha, qaynonam bundan 3 yil oldin erini boshqa xotin olganidan xabardor bo'lgach, buni kechira olmay, qattiq turib olib ajrashgan ekan. U handa kenja qizni tug'ilgach, qizining sog'ligida muammo chiqib, shu 2 yil faqat kasal chaqalog'ining dardi bilan bo'lganida eri ikkinchi xotinga uylangan ekan. To'g'risi, qaynotamning bu qilmishiga men haligacha hayron qolaman. Chunki qaynonam hech ham o'zining yoshiga mos ko'rinmaydi. Birinchi marta ko'rganimda u kishini xotinimning o'zidan 2-3 yosh katta opachasi bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Haqiqatni bilgacha esa hayratdan yoqqa ham ushlaganman. Noqulay bo'lsa ham aytay, chunki qaynonam xotinimdan ham chiroyliroq edi. Uni qarashlari desammi, o'zini tutib bosiq holda chirtib gapirishlari desammi, uni nimasidir odamni biroz uni qarashisidir tortinib, o'ylanib gapirishga majbur qiladi. O'zi ko'rinishidan farzandi bor ayolga ham o'xshamaydi. Shundoq ayoldan voz kechgan qaynotamga bir umr men tushunmay o'tsam kerak. Gapimni davom ettirsam. Xullas, to'yim o'ganidan so'ng 5 oydan keyin ayolimni tobi ko'cha boshladi. Sal narsaga sillasi qurib, boshi aylanadigan bo'lib qolgandi. Shifokor ko'rigidan o'tkazib, uni homilador ekanligini bildik. Uyda shodiyona bo'lib ketdi o'sha kuni. Vaqt o'tib, xotinim o'g'il tug'di. O'sha kuni men dunyodagi eng baxtiyor ota edim nazarimda. Lekin homiladorlik jarayonida ayolimni ko'p bora tobi qochdi. Ayniqsa, bolani tug'ishda ayolingizni jonini bir o'limdan asrab qoldik deb shifokorlar bizlarni tamoman qo'rquvdan gandiraqlatib qo'yishdi. Xotinim va o'g'limni uyga olib kelganich, ularni boshimda ko'targayf avayladim. Xudoga shukr, o'g'lim pahlavondek mixtina bo'lib o'sdi. U 2 yoshga kirgacha esa xotinim yana bir bor menga quvonchli bir xabarni yetkazdi. Men yaqinda yana ota bo'lar ekanman. Bu xabardan boshim ko'kka yetgandi. Ammo xotinim biroz tashvishli qiyofada ko'rinardi. Keyin bilsam, u birinchi homiladorlik vaqtidagi yuz bergan ko'ngilsizliklar yana qaytarilishdan cho'chiyotgan ekan. Uni tinchlantirib, unga dalda berishga qanchalik urinmay, to'g'risi meni o'zim ham bu haqida o'ylaganim sari vahimaga tushaverardim. Sababi, o'shanda xotinim to'g'riq mahali bir o'limdan qolgandi. Ayniqsa, qaynonam rosa ham tuprichlab qolgandi. Bizlarnikiga mehmon bo'lib kelib, qiziga yaxshi bir ginekolog vrach topganini ma'lum qildi. Xotinim homiladorlik jarayonida o'sha vrachning ko'rigidan o'tib turadigan, to'g'riq mahali esa o'sha vrach o'zi ishtirok etadigan bo'libdi. Bizlar qarshilik qilmadik. Onada baribir. Bizlar bir kuyinsak, ona 100 ortiqroq kuyinadi deb to'g'ri tushundik. Ammo u vrachning ishxosi bizlarning uyimizdan anchagina uzoqda edi. Qaynonamning uyiga yaqin edi. Shunday qilib, kunlar, oylar o'tdi. Homiladorlik 5 oylik bo'lganida ginekolog xotinimga jinsiy aloqani tamoman taqiqlabdi. Buning ustiga oxirgi oyda esa har ehtimolga qarshi butunlay shifoxonaga yetkazishdi. Men har kuni bo'zichining mokkisidek bir ishga, bir shifoxonaga qatnaydigan bo'lgandim. Ustiga ustak kunora zalga ham borib turardim. Qaynonamnikiga ham kunora birovga kirardim. Chunki o'g'limni bir kuni qaynonam bilan qoldirsam, bir kuni o'zim bilan olib ketardim. Qaynonam shuni iltimos qilgandi. Bir kuni ishdan mahallimda qaynonam qo'ng'iroq qilib qoldi. Yangi servant olgan ekan. Shuni kelib terib o'rnatib berib keting deb iltimos qilib qoldi. Xo'p, shu bo'lgan ishdan keyin boraman deb aytdim. Aksiga olib, ishdagi muammolar bilan o'sha kuni ishda ancha kechgacha qolib ketdim. Kech bo'lsa-da, ishdan chiqib to'g'ri qaynonamnikiga yo'l oldim. O'g'limni ham olib ketishim kerak edi. Qaynonam meni juda ham iliq qarshi oldi. Kirganimdan qo'yarda qo'ymay, meni dasturxonga o'tkazdirib, ovqat tuzib keldi. Ishni keyin qilasiz, avval ovqatlanib oling deb. To'g'risi, o'zim ham juda ham och edim. Kuni bo'yi ishdagi muammolar bilan ovqatlanishga ham vaqt bo'lmagandi. Ishtaho bilan qaynonam qilgan ovqatni paqqis tushirar ekanman, qaynonam issiq choy damlab qarshimga kelib o'tirdi. Bolalar allaqachon uxlab qolishgan ekan.
Ikkalamiz yolg'iz qolganimizdan qaynonamdan biroz tortinib qo'limni sochardim. Holatimni payqadi shekilli, qaynonam kulib, "Shavkatjon, bu nima qilganingiz? Qani oshdan oling, sovib qolmasin" deb ovqatga unday boshladi va keyin choy quyib uzatdi. Shundagina qaynonamning yoqasi ochiqroq qo'ylab kelganiga e'tibor qildim. O'zi ham qulog'imgacha qizarganimni payqadim. Meni holatimni his qildi shekilli, qaynonam kulimsiraganicha u yoq bu yoqdan gapirib, oradagi vaziyatni yumshatishga harakat qilardim. Bir mahal menga qaratganda, "Shavkatjon, azroq stresslaringizni chiqarasizmi?" deya kulimsiraganicha men hozir deya o'rnidan turib oshxonaga o'tib ketdi. Sal o'tmay bir shisha konyak va bokalni ko'tarib kelib oldimga qo'ydi. Va men hozir bolalardan bir xabar olay, siz olib o'tiring degancha xonadan chiqib ketdi. Oxirgi marta qachon ichganimni ham esla olmayman. Dukullab urayotgan yuragimni shu konyak bosishini o'yladim-u, konyakni quyib bir ko'tarishda ichib bordim. Shunda sahroda bir necha kun suvsiz qolib ketgan tashna odam suv topib ichib, tamasi rohatlangandek his qildim o'zimni. Yana ikkinchi marta quyib, bokalni bir zarbda ko'tardim. Ichim-ichimga issiqlik yugurib, tanim sal bo'shashgandek, yengillik yugurdi badanimga. Oshni tanovvul qilar ekanman, o'z-o'zidan kayfiyatim ko'tarilayotgan edi. Bir mahal qaynonam kirib keldi. "Zerikmay o'tiribsizmi?" deya ro'paramga kulimsirab o'tirarkan, dimog'imga shirin bo'y urildi. "Keling, choy beray sizga" deya egilib o'zi piyolamni olar ekan, ko'zim yana uni egilganida yarim o'chirgan ko'ksiga tushdi. Nima qilarimni bilmay, ko'zimni olib qochdim. Qaynonam choyni quying degancha piyolani uzatdi. Uni ko'zlariga tik qaragancha piyolaga qo'l uzatar ekanman, qo'lim uning barmoqlariga tekkanida ham u pinagini buzmadi. Qaytamga yana ham kulimsiraganicha ko'zlarimga bir zum sirli qarab, keyin uyalib ko'zlarini dasturxonga tikdi. Vo ajab, uning bu nozlanib uyalishi go'shangaga kirgan kuyovning ro'parasida ilk bora turgan yosh kelinchakning holatiga o'xshardi. Shunda vujudim qizib, tanamda qon ko'pirayotganini his qildim. Endi hech tortinmay unga boshdan oyoq tukilib qarar ekanman, bu oppoq yuzlar, qop-qora qoshlar, surma tortilgan chiroyli ko'zlar, u qayrilmak piriklar. Qaynonamning qomati haqiqatdan juda ham chiroyli edi. Xuddi qumsotga o'xshardi. Yana konyakni quyib, bir ko'tarishda bo'shatib, qaynonamga gap otdim. "Oshdan oling, men bilan bir. O'zimga osh tatmayapti. Sherik bo'ling menga." Qaynonam biroz nozlanib turgach, "Mayli, gapingiz yerda qolmasin" deya o'zgacha bir ohangda gapirganicha oshga qo'l cho'zdi. Qaynonam ochiqdan-ochiq menga ko'z suzib, o'z maylini bildirayotgandi. Konyakdan quyib unga uzatar ekanman, "Ha, unda bunisini ham yerda qoldirmang" dedim tikari. U bo'lsa, "Ha, shunaqami" deya menga kuvlik bilan kulimsiraganicha kutilmaganida qo'limdan olib bokalni lablariga olib bordi. U bokalni qaytarib uzatar ekan, bokalga qo'shib qo'lidan tutib uni o'zimga tortdim. Buni qanday yuz berganini to'g'risi o'zim ham payqamay qoldim. O'sha tundagi voqealarni to'liq ayta olmayman. Ammo shuni aytishim mumkinki, o'sha damlarda men ham qaynonam bir-birimizga kim ekanligimizni tamoman unutib edik. Qiyini yuvinib chiqqach, mehmonxonaga o'tib uxladim. Meni uyg'otishganda allaqachon kun yorishib bolalar qiy-chuv qilib o'ynab yurishgandi. Dam olish kuni edi. Ishga borishimni ham keragi yo'q. Va'da qilingan bahonadagi servantni bir amallab o'rnatib bergach, o'g'limni olib o'z uyimga keldim. Uydagilarga oy oxiri hisob-kitobimiz ko'payib ketgandi. Dam olish kuni ham ishlamaylik deb qariyb tong atguncha ishlab ishni tugatdik. Tong yotgach, o'g'limni borib olib kelyapman dedim va o'zim dam olgani kirib ketdim. O'sha kuni kechgacha uxlabman. Uydagilar kechki ovqatga turg'izishdi. 2 kundan keyin xotinimning ham eson-omon ko'zi yoridi. Yana o'g'il. Juda ham suyundim. Dunyoda mendan da baxtiyor inson yo'q edi nazarimda. Mana, o'sha ishlardan keyin ham oradan qariyb 1 yil o'tibdi. Bu vaqt ichida qaynonam bilan bir necha marotaba yuzma-yuz keldik. Har safar u ham men ham u yoqdan ko'zimizni olib ko'chaveramiz. Biroq men buni berkitishga majburman. Mana aziz muxlislar, bugungi hikoyamiz soni ham o'z yakuniga yetib qoldi. Siz esa bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizlarni bir-biridan qiziqarli, hayotiy, oilaviy voqealar soni kutmoqda.